Andijon shahrining eski shahar hududida keyingi yillarda qayta barpo etish ishlari jadal sur'atlarda amalga oshirilib kelinmoqda. Hozirda viloyatimizdagi bunyodkorlik ishlari bu joyda yangitdan nom olgan Mustaqillik shoh ko'chasining qurilishiga qaratilgan. O'tgan yili boshlangan 1,5 kilometr uzunlikdagi yo'l qismida boshlangan qurilish ishlarini yakunlash, yo'lning ikki tarafida joylashgan yakka tartibdagi aholi turar joylari o'rnida yangi bino inshootlari qad rostlashi rejalashtirilmoqda. Viloyatimiz hokimi Shuhratbek Abdurahmonov mazkur joyda olib borilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishdi. Shuni aytib o'tish kerakki, mazkur yo'nalishdagi loyihalarni yuksak saviyada amalga oshirishda aholi xonadonlari bilan bog'liq murojaatlarni inobatga olish, ularga sharoit yaratish hamda qurilish ishlariga davlatimiz tomonidan ajratiladigan mablag'larni tez fursatlarda hal etish masalasi alohida o'rin tutadi. Viloyatimiz hokimi xonadon a'zolari bilan samimiy suhbat olib borar ekan, yuqorida sanab o'tilgan masalalar ijrosining qay darajada amalga oshirilayotgani bilan qiziqdi. Ularga yetarli shart-sharoitlar yaratib berish borasida kerakli mutasaddilarga o'z fikr-mulohazalarini bildirib o'tdi. Viloyat hokimi shahrimizdagi birinchi umumta'lim maktabida ham bo'lib, bu joydagi bunyodkorlik ishlari bilan yaqindan tanishdi. Ob-havoning qulay kunlaridan unumli foydalanib, samarali ish tashkil qilish barchaga birdek mas'uliyat yuklaydi. Tashrif davomida Yangi bozor hududidagi olib borilayotgan bunyodkorlik ishlari, yangitdan qurilayotgan bino va inshootlarda ishning qanday tarzda tashkil qilinayotgani viloyat rahbarining diqqat markazida bo'ldi. Ayni paytda bu joyda ishlar juda qizg'in tashkil qilinayotgani, tez orada viloyatimiz aholisiga yanada qulaylik tug'diruvchi turli obyektlarning barpo etilishiga xizmat qiladi. Xalqimiz har bir ezgu xayrli ishning avvalida yoshi ulug' insonlarni to'plab, ularga maslahat solib, keyin ish boshlashga o'rgangan. Xo'jaobod tumani Bog'shamol dahasida loyiha asosida qurilayotgan hayvonot bog'i ham shunday bunyodkorlik ishlaridan biridir. Qo'ligul usta hunarmandlar tomonidan bu joyda samarali ish tashkil qilinmoqda. Tez kunlarda hayvonot bog'iga ajratilgan 2 gektardan ziyod mazkur hududda muhtasham binolar qad ko'taradi. Bu esa viloyatimiz ahliga mustaqilligimizning 25 yilligiga yana bir munosib sovg'a bo'ladi. Shuningdek, shahar hokimligi tasarrufidagi Boburshoh ko'chasidagi 80 tadan 160 ta xonadonga mo'ljallangan ko'p qavatli oilaviy yotoqxonalar holati kuzatilib, ularda qayta ta'minlash ishlari olib borilishiga kelishib olindi. Albatta, bugun viloyatimizda olib bo'layotgan bunday bunyodkorlik ishlari shu muqaddas zaminda yashayotgan yurtdoshlarimizning turmush farovonligini, ularning yashash sharoitini sifat jihatdan yuksaltirishga xizmat qilishiga shubha yo'q. Taraqqiyot sari dadil odimlayotgan jonajon yurtimizning har bir hududidagi ulkan qurilishlarning tag zaminida, shu joyda el manfaati yo'lda tinim bilmayotgan fidoyi insonlarning mehnati yotadi. Bunday barpo etish ishlarida davlat va jamoat tashkilotlaridan tortib, o'zini yurt ravnaqiga daxldorman deb yashayotgan har bir kishining vijdonan qilgan fidokorona mehnati albatta o'z samarasini bermay qolmaydi.